Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatulloh kanalining doimiy kuzatuvchilari. 17 oktyabr 2025-yil Andijon viloyati Shahrixon tumanidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan simental xunajinlar bor akalar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan laykni bosib, Telegram gruppalarga chorva ishqibozlariga videolarimizni fazilat saqib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Toza avstriyskdan olib boqaman deganlar tezda aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lmasdan ko'ryapti turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Xo'p, bularimiz bo'g'ozmi hozir? Hammasiga buqa yurgan aka. Buqa irg'igan. Katta buqa yurgan, simental buqa. Anodagi suzishi bu bitta shoxini Bitta shoxini chiqarib qo'yibdi. qolganlar hammasi zo'rbash. Bittasi. Qolganlari turibmizlar. to'qolam shekilli. To'qol, ha, qolgan uchov to'qol, mol shoxi bor edi, shoxini. Xo'p, bulardan tashqari ham mollarimiz bormi? Yo'q, mana shu to'rtta. To'rov xolos a? Bo'ldi akalar. Kimga ma'qul kelib qolsa, telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Bir dona shved, 3 dona simental ekan. Hammasi xunaj. O'zi birinchi qoringa xudo xolasa katta tonnali simental buqa bilan yurgan, kelib ustida ham bemalol ko'rib olaverasizlar. Mol qilib olaman fermalarga yoki xo'jalikka deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, mana qaranglar. Bular bo'y 150 aka. 150 ga yeb ichishlari zo'rmi? Hamma yog'i bus-butun a? Mana oyoq qo'llari. Bular buzoq deydi-ga. Ha. Kurak yormagan hali. Hali kurak chiqarmagan. Lekin kattalar a? Tirsillab ketgan. Shvetimiz ham zo'r ekan, lekin xo'jalikka olaman deganlarga bir dona shvet bor akalar. Babi shvet ishqibozlari ham boshqa bo'ladi. Yeb ichishini, sog'ligini, boshqasini qonini ustida tekshirib olaveradi. Hamma yo'g'iga javob. Hamma yo'g'ini kelib tekshirib olaverasizlar. 2 oydan ichida 2 oydan beri buqada yuribdi, katta buqada. Hozir ko'rsatib bersak, uni ham. 2 oydan beri. Hammasiga irg'i bo'lgan. Endi bular tashqariga olib chiqib, qo'ldan kelgancha ko'rsatib qo'yapmiz. Kichkina mollar emas. Kelib ustida, bitta qaytarib yuboring shu yoqqa. Kelib ustida ko'rib olaverasizlar. Bo'ybaslari, gavdasi hamma yo'g'i mana 100. Toza simentallar. Ranglari ham akalar o'ta chiroylilari. Mashina mana 800 kilo aka. Mana eng kattasi. Eng kattasi. Yondagilar ham 700 kilo. Mana hammasi katta xonadonlar. katta. Haligi bo'g'ozlikka o'tgandan keyin ham bular juda kengayib ketadi juda. Yani vaqt soati yetib, kerak bo'lsa kechiktirilib ham hali gavdasi katta qilinib qo'yilgan xunajinlar akalar. Xudo xolasa oyoq qo'llarini ko'ryapsizlar, stakan tuyoq. Bayliqqa tushmagan zagonda yurgan mollar. Donalabga ham sotilaveradi. Donalabga ham hammasi bir joyga. Nech puldan narx aytamiz? Hammasini bir joyga bo'lsa aka To'rovini 45 million 500 dan. 45 million 500 dan. Tanlab olamiz desachi? Tanlab olaman, tanlashiga qarab. Tanlashiga qarab arzon qimmati bor-a? Bor. 38 dan 45 milliongacha. 38 dan 45 gacha tanlab olsa. 38 milliondan 45 milliongacha kelar. Xudo xolasa agar hammasi 100% bo'g'oz bo'lib chiqib beradigan bo'lsa, olgan odamga nur ustiga nur bo'ladi. Chunki Buni yangi bo'zani ham ko'ryapsiz, 20 million olib ketdi. buni uncha sigirlardan yirik xunajinlar, to'g'risi gap. Buqa ham zo'ri qo'shilgan-a? Ha, buqani ham ko'rsatib beramiz. Buqani ham o'ta zo'ri qo'shilgan. Xo'sh, shvet ham o'shandan qochganmi? Hammasi instrumental buqadan qochgan. Hammasi ichkaridagi buqadan qochgan kelar. Uni ham ko'rsatib qo'yamiz. Dastlab kelamiz qanaqa ular? Kelishgan hola mashinalar shu yoqlab chiqarib beraman. Mol yoqib, savdosi bitib qolsa, murosa qilinaveradi. Majillar aka. O qaranglar. Hozir bilan shunchalik bo'ylami qani? Bular birinchi qoringa yetuk bo'g'oz bo'lib qolsa, Videoda uncha ko'rinmayapti. katta narsalar to'g'risi. O qaranglar turishini. Kichkina mollar emas. Kelib, xudo xolasa ustida ko'rsanglar, tashab ketadigan narsalar emas, yoqadigan. Sigir qilib olgan odam ham bir 10 yil mahsulotini Qimmat narsa. 10 yil mahsulotini oladigan turishni qaranglar. O'ta chiroyli. Endi pardozi yo'q, boshqasi yo'q. Ertalabda video qilinyapti. Shvedda ham bir xo'jalikka olaman desa ham, Bo'za hali kurash chiqarmagan. Bu qo'rg'igan, xudo xolasa sabr qilib boqsa. juda haligi joni pishiq mollardan u ham. Mana xunajinda guli.
Mana shuni o'zini bo'lsa hech biri berib yuborasiz. Ha, uni ham kelishtirib beraveramiz aka. Tanlashiga qarab. O'zi yoqdi desa savdo qilib olaverasizlar akalar. Mollar lekin o'ta chiroyli, hali ko'ringanda a'lo holatda. Sog'lik salomatchiligini boshqasini ustida kelib bemalol yeb ichishlarni ko'rib olsanglar bo'laveradi. Hammasi xunajinlar, rosa mahsulotga kelgan mollar. Buqani ko'rsatib qo'yamiz endi. Mana buqa bu tomonda akalar. Endi hozir tonali yo'q ketgan o'zlari. Massiglar bolalar bo'lyapti. Chista asrisi mana bu. O videoning boshidagi xunajinlari, shular bolalar. Hamma molim mana shu buqadan qochgan. Mana buqa. Buqa tonnadan oshib ketdi, yemiryapmiz. O'zi ko'rib. Tashqari yop chiqmadik, boshqa qilmadik, joyida ko'rsatib qo'yamiz. Aka buni. Voy, bunda halqalari bilan, ha? Bu ham chista zotga o'zi bitta olib kelganmiz. Gap yo'q. Bunchi O'zlari ham endi tish buzadi. endi bu. Bo'ldi, men o'tib orqa tomondan ham ko'rsatib qo'yaman. Bir buzoq ham bor-a? Bitta gibrid, bitta sutga to'lgan 5 oylik sement xunajini. Bo'ldi. Uni ham ko'rsatib. Uni ham ko'rsatamiz. Akalar, buqa. Xudo xolasa, xunajinlar bo'g'oz bo'lib, aniq olib chiqib qoladigan bo'lsa, mana shu buqadan tug'adi. Bu qaranglar, bunga halqalari solib qo'yishgan buni. Juda yirik narsa. Endi imkon qadar ichkari turgan joyda ko'rsatib qo'yapti. O'zlari endi bu yog'iga go'shtga boqishib yuboryapti buni. Toza xunajinlar, toza buqaga qo'shilgan. Haligi tanlab zo'rini olaman degan odam bemalol bexijolat olsanglar bo'laveradi. Ikkita buzog'imiz bor ekan, u ham sotiladi. Hozir uni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana gibrid buqacha. Necha oylik hozir? Ash 2 oylik bo'lib qoldi aka. 2 oylik yo'q. Mana shu yerda to'ylarga xonaganlik bo'lib yuradi. Molarda. Qaranglar. Katta sigirni oldi, kichkina ko'rinib qolmasin. Sutga to'yib o'sayotgan narsa. Mana tuyoqlar tikka, juda turibdi. Sog'lom-a? Yeb ichishlari. Ko'tlarni qarang. Buni otasi qora ola, nemis qo'yilgan, onasi sementali. Onasi sementali. Xo'p. Buni ostidan chiqarib yuborsa bo'ladimi? Silyozga paydini yeb turgan yana yaxshi. Mana shu 2 oy cho'p qoldi, bo'yni ham qarang. Tinig'i lekin. Zo'r, eng zo'ri. Xo'p, buni nech pulga sotib olamiz? 18,5 ga. 18,5 ga xayr bor. Shox kuydirilganmi? Kuydirilgan. Kuydirib shoxlari tayyor. Ko'tlarni Polvon. Dumbasi bor. O'ta chiroyli o'syap turgan. Ha, qarang. Ketadi bu yugurib hozir. Ko'tini qarang. Sementalga 100 bo'lib tushgan ekan, qorov qo'ygan ekan xolos. Boshqa hamma yo'q joyida. Bitta xunajinimiz ham bor-a? Ha, bitta sement xunajinimiz bor aka. Mana bir dona xunajim bor akalar. Uzun katta qilib olaman deganlarga o'ta sutga to'yib o'sgandan. Hozir necha oylik bu? 5 oylik aka. 5 oylik a? Massiga ham enasi emib yuradi. Bu enasi? Bu enasi pastdan mana emib yuribdi. Qaraylar. Shoxlari kuygan a? Ha, shoxlar. O'tib ketib qolmasin. Ko'tlarni ham olgan. Mana ko'tlar. Orqalari ham. Katta sigirni oldi, kichkina ko'rinib qolayotgan bo'lishi mumkin. Rosa haligi oldi tarafi. oldidan 1.25 a. Rosa haligi ishqivozi bir maza qilib baqadigan darajada buzoq sifatli. Nech pul narx aytamiz bunga? Bunga aka 26,5 million. 26,5 million a. Bo'ldi. Telefon qilib, kelib, ko'rib, savdo qilib olaveradi. Ha. Chingiz Xudo xolasa yeb ichish sog'ligi hamma yoqdan bexijolat bo'laverasizlar. Kelib o'zingizlar bir qator ko'rib olaverasizlar. Sutga ham, go'shtga ham. Sutga ham, go'shtga ham ketaveradi. Ha, amerikalik urug'dan tushgan. Gap yo'q. Baqbaqalarni qarang. Juda chiroyli xunajin.